Qur'on bilan hamsafar 6-qism. المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب Qur'onni nima uchun yodlamoqdasiz? Qur'onni qanday yodlayapsiz emas. Qur'onni qanday yodlash haqida Allohning izni bilan kelgusi qismlarda suhbatlashamiz. Lekin Qur'onni nima uchun yodlayapsiz? Bu Qur'oni Karimni yodlash uchun asosiy va muhim qoidadir. Bugun Alloh azza va jallaning izni ila Qur'oni Karimni yod olishga qaror qilgan bo'lsangiz, avval niyatingizni aniqlab olishingiz kerak. Yodlashdagi niyatingizni aniqlab oling. Misol uchun, Allohning izni ila Qur'onni yodlashdagi maqsadlardan biri bunday bo'lishi mumkin. Men Allohning izni ila Qur'onni yod olsam, meni Allohga yaqinlashtiradi. Doim u men bilan bo'ladi. Uyimda, ishimda, masjidda, mashinamda, hamma joyda. Kim Qur'on yodlash orqali Qur'on har doim u bilan birga bo'lishini istasa, bu maqsad, bu niyat haqiqatda go'zaldir. Boshqa kishi esa Qur'onni Alloh subhanahu va taoloning ahlidan bo'lish uchun yod oladi. Qur'on ahli Alloh subhanahu va taoloning xos ahlidir. Yana bir kishi esa Qur'onni o'rgatish niyatida yodlaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, sizlarning yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni o'rgatganlaringizdir. Nima uchun sizlarga niyatingizni aniqlab oling deyapman? Chunki siz Qur'on bilan bo'lgan safaringiz yarmiga kelganda yoki oxiriga borib zerikish yoki ishtiyoqning susayishi yoki malollanishni his qilishingiz mumkin. Agar siz boshlanishida niyatingizni aniqlab olsangiz, bu sizning himmatingizni, niyatingizni yangilab turadi va Alloh subhanahu va taoloning kitobini yodlashni qayta boshlashingizga sabab bo'ladi. Bir kishi Qur'on yodlash uchun juda go'zal, ya'ni qiyomat kunida ota-onasiga viqor tojini kiydirishni niyat qildi. Bu niyat juda pok, go'zaldir. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olish uchun niyat va maqsadlarni aniqlab olish juda muhimdir. Mavritaniya. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن Biz hozir Mavritaniyadamiz. Ilgari bu yerni Shanqiti yurti deb nomlashgan. Mavritaniya va Shanqiti yurti islom diniga qadimdan mustahkam amal qilishi, ilm toliblarining ko'pligi bilan shuhrat qozongan. Bu yurtdan hozirgi islom ummatining ko'plab muhaqqiq ulamolari yetishib chiqqan. Men do'stlarim bilan Mavritaniyani o'rganib chiqdik va shunga amin bo'ldikki, Mavritaniyada Qur'oni Karimni yodlash uchun juda katta qiziqish va ishtiyoq bor ekan. Yana shuni aytish mumkinki, Mavritaniyada Qur'on yodlash asli odatga aylangan. Qur'on yodlamagan kishini uchratish juda qiyin. Shuning uchun ham biz Mavritaniyaga keldik. Shanqiti yurti deb atalmish Mavritaniyada Qur'on markazlariga ziyorat uyushtirib, ularning Qur'onni qanday yodlashlariga guvoh bo'lamiz. Mavritaniya. Mavritaniyada Qur'on halqalari mahzara deya nomlanadi. Biz Rizvon mahzarasiga ajoyib ziyorat uyushtirdik. U yerda ko'plab go'zal o'rnak bo'ladigan talabalar bilan uchrashdik. Biz hozir Mavritaniyada Nuakshoddagi Rizvon mahzarasidamiz. Sizlarga va'da qilganimizdek, Qur'on hofizlari bilan birga o'tiribmiz. Lekin hozir men ajoyib bolakay bilan birga o'tiribman. Mashalloh.
Birinchi e'tiborimni tortgan narsa bu uning ismi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolodan so'rayman, uning ismidan unga nasiba ato qilsin. Uning ismi Alloma Muhammad Fozil, mashalloh. U Mavritaniyada Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olish bo'yicha bir qancha mukofotlarni qo'lga kiritgan. Allohning izniyle u yaqinda yoshlar o'rtasida bo'lib o'tadigan Qur'on musobaqasida qatnashish uchun Dohaga boradi. Hozir Allohdan so'rayman, bu musobaqada u g'olib bo'lsin. Necha yoshingda Qur'on yodlashni boshlagansan? 6 va 7 yosh o'rtasida. Necha yoshingda Qur'onni to'liq xatm qilgansan? 8 yoshda. Mashalloh. 8 yoshingda Qur'oni Karimni to'liq yod olgan ekansan. Hozir necha yoshdasan? 10 yoshda. Mashalloh, tabarak ar-Rahman. Qur'ondan savol beraman. Tayyormisan? Ha, mashalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Mashalloh, tabarak ar-Rahman. Alloh seni muhofaza qilsin. Minshaviyning kichik yoshdagisini eshitgandek bo'ldim. Alloh subhanahu va taolodan minshaviydek bo'lishingni so'rayman. Amin deb ayt. Amin. Mashalloh, barchamiz Shayx Minshaviydan foyda olganimiz kabi, odamlar ham sendan manfaat oladi inshaalloh. Mavritaniya. Mavritaniya. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ما شاء الله. Mashalloh, yetarli. Bu qaysi sura? G'ofir surasi. Mashalloh. Alloh tabarak ar-Rahman seni hifz himoyasida saqlasin. Juda yaxshi. Qur'onni yod olibsan. Uni qalbingda sobit qilishni Allohdan so'rab qolaman. Qur'ondan boshqa yana nima yodlagansan? Alloh subhanahu va taoloning kitobiga bog'liq bo'lgan biror matnni yod olganmisan? Ha, bizga misol uchun Jazariy matnning o'zing istagan joyidan biror narsa aytib berasanmi? مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Mashalloh, bu qaysi matnning muqaddimasi? Jazariy matnning muqaddimasi. Xufa matnning muqaddimasini aytkinchi? رحمة الغفور دوم السليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد للنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Sendan bir narsani so'rayman. Mavritaniyani tashlab men bilan Quvaytga ketasanmi? Seni yoqtirib qoldim. Nima deysan azizim? Xo'p,
Robbim seni hifz himoyasida saqlasin. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yodlashda qiyinchilikka duch kelganmisan? Yodlash qiyin bo'lganmi? Yo'q. Sening yoshingdagi ba'zi bolalar Qur'on qiyin, yodlay olmayman deyshadi. Shu to'g'rimi? Yo'q. Ularga nima degan bo'larding? Yodlash uchun bor imkoniyatlarni ishga solishsin. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yodlash uchun bor kuchi bilan harakat qilsin, shundaymi? Ha, shunda sendek bo'lishadi inshaalloh. Yaxshi, kim seni Qur'on yodlashga undagan? Otam. Otang seni shijoatlantirgan, shundaymi? Ha, undan keyinchi barcha oila a'zolarim. Mashalloh, aytgandek, Allomaning otasi mana shu mahsaraning shayxi Muhammad Fozildir, mashalloh. Men unga aytdim: sizni ana shunday jannatda toj kiydiradigan o'g'il bilan muborakbod etaman. Siz o'g'lingizga Qur'on yodlatibsiz. Bilamanki, yana yuzlab insonlar sizning qo'lingizda Qur'on yodlashgan. Alloh bizni ham siz kabi qilishini so'raymiz. Siz Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislaridagi yaxshilikka noil bo'libsiz. Sizlarning yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganingizdir. Sizga ana shunday o'g'il muborak bo'lsin. Men hozir ko'rib turgan barcha tomoshabinlarga aytmoqchiman. Ya'ni islom ummatining barcha xonadonida Allomadek ajoyib farzand bo'lsin. Alloh uni yomon ko'zdan saqlasin. Allohum amin. Uning qalbida Qur'onni sobit qilgin. Amin. Tasavvur qilib ko'ring. Uyingizda o'tirgan o'g'lingiz Qur'onni ana shunday yod olgan bo'lsa, undan ana shunday go'zal qiroatni tinglasangiz. U bor yo'g'i 8 yoshida Qur'onni to'liq yod olgan. Mashalloh, hozir 10 yoshda. U barcha shar'iy ilmlarni o'rganadi va Allohning izni ila islom ummatining olimi bo'lib yetishadi. Bu Alloma Muhammad Fozildir. Mavritaniya. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Ko'pchiligimiz e'tibor berganmiz. Inson agar kasal bo'lsa, unga biror kasallik yetsa, Qur'onni yod olgan biror kimsani qidirib, unga Qur'on o'qitib dam soldirmoqchi bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ko'pgina oyatlarda bu Qur'on shifo ekanligini bayon qilgan. Ana shunday oyatlardan biri: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Alloh subhanahu va taolo yana aytadi: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Bu Qur'on shifo beruvchi ekanligini bizga kim va'da qilyapti? Alloh subhanahu va taolo. Allohdan ham rostgo'yroq biror kimsa bormi? Kim Allohdan ham ko'ra ko'proq rost so'zlaydi? Qanday kasallik yetmasin, sizga shifo beruvchi Qur'ondir. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga shar'iy ruqiya dam solishni o'rgatganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hasan va Husan roziyallohu anhumolarga dam solar edilar. Va u zot sallallohu alayhi va sallam Fotiha, Oyatul Kursi, Baqara surasi va ko'plab oyatlar bilan o'zimizga o'zimiz dam solishimiz kerakligini ta'lim berganlar. Endi bir savol: sizga dam soladigan, ko'ksida Alloh subhanahu va taoloning kitobi joylashgan inson o'zingiz bo'lsangiz qandoq yaxshi. Tasavvur qiling, siz Qur'onni yod olgansiz. Alloh subhanahu va taolo sizdan kasallik va yomonliklarni o'zi daf qilmaydimi? Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olish fursati kelmadimikan? فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب
وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا